Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz texnologiya darsi. Nima dars ekan? Texnologiya. Texnologiyada o'tgan safar nimalarni yasadik? Olma yasadik. Olmaning rangi qanaqa bo'ladi? Uni esa bo'ladimi? Najmiddin, olmaning esa bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Yegamisan? Shirinmi? Bugungi darsimizda piyola va kosa kabi idishlarni ikki xil usulda tayyorlash mavzusi. Bugun rangli qog'ozdan yasaymiz. Kosa yoki piyolani ko'rganmizmi? Kattalik. Najmiddin, piyolani ko'rganmisan? Kosa? Piyolani nima ichishda ishlatamiz? Suv ichishda ishlatamiz. Yana kompot ichishda ishlatamiz. To'g'ri. Kosalarni nima ichishda ishlatamiz? Kosada nima yeymiz? Go'zal. Kosada nima yeymiz? Ovqat yeymiz. Yaxshi. Bugun sizlar bilan piyola va kosani birgalikda yasaymiz. Hozir sizlarga bittadan varaq tarqatib chiqaman. O'sha varaqqa kosa va piyolani yasab yopishtiramiz, xo'pmi? Mana kosa va piyolani qilgan maketi. Bizga qaychi xavfliroq bo'lgani uchun qirqib tayyorlab oldik. Endi buni bitta-bittadan yopishtirib chiqamiz. Bitta kosa, bitta piyola tarqataman. Bitta kosa, bitta piyola. Najmiddin yopishtiramiz. Kattalik o't. Hammamizga yetdimi? Endi biz bularni qo'limizdagi varaqqa yopishtirib, kosa va piyolani yasashni boshlaymiz. Najmiddin, olamiz. Birinchi katta varaqni olamiz. Partaga qo'yamiz. Klayni olamizda, buni ishlaylar. Hozir men bittasini sizlarga yopishtirib ko'rsataman, qolganini o'zlaring yopishtirasizlar. Birinchi kosadan boshlaymiz. Hozir men birinchi ko'rsataman, keyin klay tarqataman, yopishtirasizlar, xo'pmi? Kosani orqasiga klayni surkaymiz. Rosa ko'p surkavermaymiz. Mana piyola kosani orqasiga klay, varaqqa yopishtiramiz. Yopishdi kosamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi piyola qanaqa rangda? Sariq rangda. Endi piyolani olamizda xuddi kosaga o'xshab xuddi shunday klay qilib olamiz. Orqasiga mana piyolani orqasi klay, kosaga ikkinchisini yopishtiramiz. Mana
Yopişdimi? Bu nima ekan? Kosa. Sariq rangdagi piyola. Endi men hozir hammaga bittadan kley tarqataman. Xuddi men singari varaqqa yopishtirib chiqamiz. Xo'pmi? Najmiddinga. Kley ishlashni bilamizmi? Kleyni og'zini ochamiz. 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 Endi kosamizni orqasini kleylaymiz. Yashilini. Mana buni kattasi. O'shani orqasini kley qilamiz. Mana orqasini kleylaymiz. Unisini. Orqasini kley qilamiz. Kleylaymiz bunisini. Kattasini orqasiga kleylaymiz. Keyin varaqqa yopishtiramiz. Kleylaymiz. Ana kozimniki o'xshadi. Endi pushti varaqqa yopishtiramiz varaqimizni kattasiga. Kley qilgan joyimizda katta mana. Endi buni varaqqa yopishtir. Yaxshi. Ana bo'ldi. Kim qoldi? Yopishtirsin. Mana yopishtiramiz. Qani hamma qo'ldagi varaqni ko'tarsinchi. Yopishtirib bo'ldimi? Endi sariq piyolani olamiz, piyolani orqasiga kley surtamiz. Ana hozir bo'ldi. Najmiddin ham bo'ladi hozir. Yopishtiramiz piyolani. Ko'rsatib yopishtir, to'g'ri yopishtir. Yopishtiramiz senga. Qani? Endi o'tirib turamiz. Yaxshi. Najmiddin ham chiroyli chiqadi. Qani kattalik bo'ldingmi? Ana kattalikchiga biroz chiroyli chiqdi. To'g'ri o'tirib olamiz. Varaqimizga yopishtiramiz. Yopishtiramiz. Najmiddin o'tir. Yaxshi. Najmiddin o'tir joyiga. Najmiddin belgilang. Yopishtirib bo'ldingmi? Keyin o'tir. Hozir belgilang. Men qo'pqoq mendiki Najmiddin o'tir. Hamma yopishtirib bo'ldimi? Qani qo'limizdan yasagan narsamizni ko'taramiz. Hammamiz Najmiddin. Qani? Aziz